Gap year, o'zingni anglash. Hozirgi kunda gap year tushunchasi dunyo bo'ylab juda ommalashib bormoqda. Gap year bu maktab yoki universitetdan keyin insonning o'z ustida ishlashi, tajriba orttirishi va kelajakdagi maqsadini aniqlash uchun ajratadigan ma'lum bir davrdir. Ko'pchilik bu vaqtni shunchaki tanaffus deb o'ylaydi. Aslida esa to'g'ri foydalanilgan gap year inson hayotidagi eng foydali bosqichlardan biriga aylanishi mumkin. Ayniqsa maktab bitiruvchilar uchun gap year juda muhim. Chunki ko'pchilik o'quvchilar qaysi sohani tanlashni aniq bilmagan holda universitetga kiradi. Natijada keyinchalik yo'nalishini o'zgartirishni yoki o'qishni tashlashni xohlab qoladi. Gap year esa insonning o'z qiziqishlarini tushunishiga yordam beradi. Bu davrda til o'rganish, IT, dizayn, marketing kabi zamonaviy kasblarni o'rganish, volontyorlik qilish yoki kichik ish tajribasini orttirish mumkin. Bu faqat maktab o'quvchilari uchun emas, bakalavr bitiruvchilari uchun ham juda foydali. Ko'plab talabalar universitetni bitirgach, darhol magistraturaga yoki ishga shoshiladi. Lekin ayrim hollarda inson o'zini ruhiy jihatdan charchagan his qiladi yoki kelajakdagi aniq maqsadini topa olmaydi. Shunday paytda gap year insonning o'zini qayta tiklashiga, yangi ko'nikmalar egallashiga va kuchli portfolio yig'ishiga yordam beradi. Masalan, IELTS yoki TOEIC va shu kabi boshqa sertifikat olish, chet el grantlariga tayyorlanish, freelance ishlash yoki startup loyihalarda qatnashish kelajak uchun katta yutuq bo'lishi mumkin. Statistikalarga ko'ra, reja asosida gap year qilgan insonlarning ko'pchiligi keyinchalik o'qish va ish faoliyatida ancha motivatsiyali va ishonchli bo'ladi. Chunki ular vaqtni qanday boshqarishni, mustaqil qaror qabul qilishni va maqsad sari harakat qilishni o'rganadi. Eng muhimi, gap year bu vaqtning yo'qotish emas. Agar inson bu davrni maqsad bilan o'tkazsa, bir yil ichida o'zini butunlay yangi darajaga olib chiqishi mumkin bo'ladi.